Qizlar, 4 ta homila. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana birinchi bolamizning boshi. Bunisini ko'rdik. Bu bolachamiz qizaloq chiqdi. Hop, boshi. Endi ikkinchi bolachamizning boshini ko'rsataman. Hop, mana birinchi bolamizning boshi, ikkinchi bolachamizning boshi, mana bu yerda uchinchi bolachamiz bosh. 3 ta bolachani boshi pastda joylashgan. Bitta bolachamiz boshlari tepada alohida joylashib olgan. Mana qorinlarining tepa qismida. Bular o'g'ilcha ekan. Birinchi bolachamiz qizaloq chiqdi, keyingimiz o'g'ilcha. Bu chekkadagi bolachamiz mana qizaloq chiqdi. 4-chi bolachamiz o'g'ilcha. 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. Kallasi, mana yana bitta kalla. O'zi mana bitta, 2 ta. Razmeri katta kichik emas, bir xilda 20-21 hafta bir bosh aylana, son suyaklari bir-biriga mos. Yo'ldoshlaringiz chiroyli qaramaga, oldingi devorda, orqa devorda suvlaringiz tiniq, 2 ta o'g'il, 2 ta qiz. 20-21 haftalik 4 ta homila.